Eskini lamponing qilishini chiqarib qo'ysam, ko'pin do'stlar ayrimxonamda godomiyaning qilishini chiqarib bergan bo'lsangiz deganliginglar uchun bugun mana buning lasini tangshashdan tatib tafsiliy qilishini olib keldim. Buning qilishini intayin oddiy bo'lib birlik o'zinglar o'rganalaysizlar. Ammo buni qanday tayyorlaymiz birlik tugunamdiq. Eng avval quruq bir qach tayyorlab olgandan keyin buningga cho'ngroq bir piyola un qo'yib olamiz. Shu o'lcham qilgan piyolada bir piyola suv qo'yib, buni munakchilari yo'qab siliq holatgacha yaxshi aralashtirib olamiz. Endi shu o'lcham qilgan piyolada yana yarim piyola tarafı suv qo'yamiz. Jami bir piyola unga bir yarim piyola suv qo'yib, yaxshi aralashtirib suyuldirib olgandan keyin 2 tal tuxum qo'yamiz. Endi buningga qo'shiqning uchida azroq tuz va azroq suvdani suvga aralashtirib qo'yib olgandan keyin buni ko'gnalardek suyulg'icha yaxshi aralashtirib olamiz. Endi ko'gnalardek asti tuz kelgan qalin tovoqdan birini tayyorlab, astini bir maylab etgandan keyin umchimizdan 2-3 cho'mish atrofida qo'yib yaxshi yeyitib olgandan keyin qaynayotgan qozonga 15 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Endi bu araliqda buning jini bo'lgan lasini tangshaymiz. Yana quruq bir qachimizga ushaq to'g'ralgan samsoqni silib, ustiga qiziq mayni qo'yib muzlik puroqlarini chiqarib olgandan keyin cho'nstamning yangidan bozorga solgan lampung rang po'ysti tutqosidan bir bo'loq silib etamiz. Endi buning ustiga azroq ochiq suv va cho'ng bir qo'shiq suv qo'yib olgandan keyin yaxshi aralashtirib olamiz. Endi vaqt to'shgandan keyin godomiyani elib so'yitib olgandan keyin buni suratga kesilgandek o'zimiz yaxshi ko'rgan shaklda to'g'rab olamiz. Endi buni chiroyli taqsimizga selib olgandan keyin ustiga tangshib olgan lazimizni qo'yib, uni ustiga o'zimizdan yoqtirishaq qartab purchoq yoki noqutlarni silib etgandan keyin ustiga azroq ko'k silib etiblar dasturxon ochiq saqlab bo'ladi. Qaranglar o'xshab ketganiga, ammo o'zimni danglig'inim emas, ta'mi haqiqatan vahshiy payz bo'lib turibdi do'stlar. Mana shunda uyda tayyorlab yeydigan bo'lsanglar, sirtdan godomiyalari tetimasi bo'ldi kajimi, qansizlar o'rganib oldinglarmi?